Navbatdagi xonadonimizga 10 kilovatli stansiyamizni o'rnatib berdik. Xudo xolasa soatimiz 4 bo'lib qoldi. 4 kilovat 300 deb turibdi. Hammasiga mana disyaftlar, termopainter, ustilar chaqmoqqa qarshi moslashtirib qo'ydik. Asi tarafli главный asi 63 amperli soatimizni qo'yib berdik. Kabellarimiz 4 kanal ichida operatorlik keldi. Ko'rinishi uzoqdan holasi bu yoqda panellarimiz Longi panellardan qo'yib berdik. Haymo X 600 wattli panellarimiz 8 tadan 16 ta. İlk qator 180 azimut 30 gradus qo'ydik. Kimga shunaqa sifatli o'rnatish xizmati kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olinglar. Nomer profil shapkasida.